Lionel Messining negativlari shu yerdamisizlar? Bu yoqqa kelinglar, sizlar bilan bir gaplashib olamiz. Sizlar Messi qarigan, endi u avvalgidek o'ynay olmayapti. U shunchaki vaqt o'tkazish uchun MLSda to'p surmoqda. MLS unchalik ham kuchli chempionat emas deb negativ qilayotgan edingizlar. Kuni kecha Lionel Messi MLS kubogini qo'lga kiritdi. Ha, bu oddiy kubok deyishingiz mumkin. To'g'ri, balki shundaydir, lekin qiziq tomoni shundaki, Messi har bir o'yinda jamoasini gol yoki assist bilan yetaklab, Inter Miamini MLS chempioni qildi. Messi MLSni qo'lga kiritib, 8-sovringa ega chiqdi va bu borada yakka peshqadamga aylandi. Uning eng yaqin ta'qibchisi Dani Alvesda esa kuboklar soni 43 ta va eng dahshatli tomoni shundaki, Lionel Messi bu mavsumda Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Haaland va hattoki Harry Kane'dan ham yaxshiroq statistika qayd etdi. E'tibor bering, 49 ta o'yin, 43 ta gol, 26 ta assist. Bu degani gol plus pasda 68 ochko. Endi tasavvur qiling, yaqinda 39 yoshga kiradigan futbolchi bundan